Bugun meni shunaqangi kayfiyatim zo'r. Kecha mana hamma narsa yeb turib ozishni o'rgatadigan ozish formulasi marafonim tugagandi va bugun отзыв yig'adigan kunim. Har doim marafon oxirida shunaqa zo'r tilaklar bildirishadi, zo'r ozishganni, oldin unaqa marafon ko'rishmaganni yozishganda va qanaqa baxt deyman. Judayam yaxshi ko'radigan hissim bu. Mana marafon tugadi. O'zi aslida meni marafonim boshqa marafonlarga o'xshab qayta qo'shilish kerak emasda. Ya'ni bitta o'qib olasiz, bitta tushunib olasiz, mana bo'ldi. Chunki menyu yo'q, hamma narsa yeysiz. Uyingizda nima bo'lsa yeysizda. Unaqa har oy menyu sotib olish degan narsa menda umuman yo'qda. Lekin shunda ham qizlar yana qayta qatnashmoqchiman deyishsa, juda xursand bo'lib ketaman. Aprelda bo'lib o'tgan marafonim ham xudoga shukr juda ham zo'r natijalar bilan yakunlandi. Ana endi xudo xolasa navbat mayda qatnashmoqchi bo'lgan ayol qizlarga xudo xolasa maydagi marafonim 11 may kuni boshlanadi qizlar.